Yana bitta plenum qaror. O'zbekiston Respublikasi Oliy sud plenum qarori. Ruhiy holati buzilganligi shaxslarga nisbatan tibbiy yo'sindagi majburiy choralarni qo'llash bo'yicha sud amaliyoti to'g'risida. Mana men o'z Kaliskada yonlariga bordim. Oilam bilan kerak bo'lsa qorlarda, issiqlarda bordim. O'zim boryapman. Bular lekin majburiy tartibda o'tkazish kerak sud tibbiy ekspertizasini. Sud tibbiy ekspertizasini mana o'tkazib berishmadi. Nimadan cho'chiyaptiman? Ko'ryapsizlar. Bir ishkal joyi bordir-da, bo'lmasa mana o'zim borib tursam ham mana qochib yurdilar. Sud tibbiy ekspertizasini tayinlab bermadilar. Tayinlab berganda mana ochiqchasiga chiqardi. Ruhiy endi 100% ruhiy deb aytib bo'lmaydi mani nevrologический. Endi aralash baribir ruhiy bosim, depressiya holatlari mana 2 yildan beri sarson-garchilik o'shalar ta'sirida man so'raganman mendan mana shu plenum qarorlariga asosan tibbiy yo'sindagi nimani jalb qilib berishingizni so'rayman. Sud tibbiy ekspertizasini. Ming afsus mana o'tkazib berilgani yo'q. Mana bu plenum qarorlari ichigacha kiramiz. O'ta shafqatsizlik bilan, jumladan badanga og'ir yoki o'rta og'ir shikast yetkazishga sabab bo'lgan azoblash. Ya'ni mana men o'zi вообще-то norozi bo'lganman tibbiy ekspertizadan. Mayli ularni chiqarib bergani bo'yicha o'rta og'ir tan jarohati deb chiqarib bergan. O'sha narsani aytyapti mana. Badanga og'ir, o'rta og'ir yoki o'rtacha og'ir shikast yetkazish sabab bo'lgan azoblash va qiynash namoyon bo'ladi. Qiynashda namoyon bo'ladi. Bunda azoblash deganda uzoq vaqt ovqat, suv yoki issiqlikdan mahrum qilish kabi xo'rlovchi harakatlar yoxud insonni sog'lig'i uchun ziyon yetkazuvchi sharoitga solish. Sog'lig'im uchun mana ziyon yetkazuvchi holatga solmay nima bo'ldi hozir? Toyoqda turgan holatimda sudrab, operatsiyadan chiqqan holatimga ichki ishlar olib ketib, aldab, tergov xonasiga qamab, nima ahvol bu? 5-6 soat, endi 5-6 soat bo'lmasam 3-4 soat ushlab o'tirib, zaril narsami o'sha? Maytga zid-ku mana sud plenum qarorlarini o'qiyapman mana. Yoxud insonni sog'lig'i uchun yoki unda qoldirish, ziyon yetkazilgan sharoitga solish yoki unda qoldirish va hokazo tushunilishi lozim. Qiynash deganda ko'p marta yoki uzoq vaqt davomida og'riq yetkazuvchi, jumladan muttasil do'pposlash, chimchilash, kesish mana ichki ishlar tergovxonasida aytdim kesilganini o'tgan safar ham videoda ko'rsatdim. Bu yerda haliyam shlami bor. Yaxshi qaralsa maytda bunday chizilgan. Kesilgan ichki ishlar tomonidan unga hech qanaqa chora ko'rilmadi. Qoldirish va hokazo. Og'riq yetkazuvchi, jumladan mutaxassis do'pposlash, chimchilash, kesuvchi. Bilmayman nima bilan kesdi endi. Predmetlar bilan ko'p sonli, biroq chuqur bo'lmagan jarohatlar yetkazish. Mana shu narsa to'g'ri keladi. Aynan mana shu ekspertiza berdim. Ekspert qog'ozini ham olib keldim, prokuratura taqdim qildik. Kesilganligi ekspertiza aytyaptiki, kesilganligi bizda aniqlash imkoni bo'lmadi. Bu narsani deyapti, video kuzatuvlari bo'lsa, video kuzatuv orqali ko'rib bilib olish mumkin deb turib tavsiya qilib qo'yibdi tagidan. Sud tibbiy ekspertizasi. Prokuratura bilan sudga. Ming afsus, sudda bu narsani aytdim. Sud kamerani olib keltirib bera olmadi. Agar kamerani olib keltiradigan bo'lganda, o'sha tergov xonasida kim qo'limni kesib yubordi, nima bilan kesdi, hamma narsa yoqqol o'sha yerda kamerada ko'ringan edi. Ko'p sonli chuqur bo'lmagan jarohat yetkazish elektr yoki termik omillar orqali ta'sir ko'rsatuvchi va hokazolar bilan bog'liq harakatlar tushunilishi lozim. Mana qarorlarda hamma narsa yozilgan. Lekin buni bajarish kerak faqat vijdonli sudyalar. Ming afsus, bizda vijdonli sudya yo'q ekan. Bor boyaga aytganim bittasi mana Qo'qonda, yana bittasi Murodov. Men ko'rganlarim endi. Qolganlarni bilmadim. Badanga qasddan yetkazilgan og'ir va o'rta og'ir shikastlarni o'ta shafqatsizlik bilan yetkazilgan deb
tegishli Jinoyat kodeksining 104-moddasining 2-qismida bu bandi 105-modda 2-qismining bandi bo'yicha klassifikatsiya qilish uchun aybdorda jabrlanuvchiga bunday shikastni alohida jismoniy yoki ruhiy azob beruvchi usulda yetkazishga nisbatan qasd mavjud bo'lganligini aniqlash lozim. Mana shu narsaga to'g'ri kelyapti. Bularni avvaldan qasdi bo'lgan. Qasdini sababi ham, ya'ni Xosiyat opam bor, uni pochcham bor, xo'jayinlari. Ya'ni o'sha yerda tog'ora yo'qoldi deb turib janjal chiqarganlar. Ular sababi to'yim bo'lgan. Keyinchalik bu narsalar qasd deganda mana shu narsalar advokat o'rganib turib qasd yo'qmidi deganda miyamga kelib qolganki, farzandi sal bir tarbiyalash nimasida ko'tiga ozgina bir turtib qo'ygan joyimda u farzandlari yig'lagan, ayasiga borganman endi. Keyin ya'ni opam nimaga urasan, san mana to'ying endi bo'ldi, san farzandlaringdan qaytar, farzandlaringni ko'ramiz ahvolini, qarab tur deb turib chiqib ketgan uydan yig'lab. O'shanda balkim husumat qolib ketganmi, shuning uchun uyushtirdim. Bu aynan mana shu opamdan katta shubham bor, uyushtirdim menimcha. Sababi undan oldingi janjallardan bular birga harakat qilib yurgan, bozorda ham boshqada ham janjal bo'lgan bular. Soliq inspeksiyalariga qarshilik ko'rsatgan, tovariga bezhujjat o'tirgan. U narsalar endi kerak emas. Aytib o'tyapman. Uyushib harakat qilganligini asoslash nimasida, maqsadida. 5-moddasi mana. Sudlarga tushuntirilsinki, Jinoyat kodeksining 109-moddasini 1-qismlarida qayd etilgan badanga yetkazilgan turli darajadagi shikastlar belgilari doirasi qat'iydir deyapti. Bundan kerakli joyini o'qiyman. Shaxsni jinoiy ishida ayblanuvchi tariqasida ishtirok etuvchi jalb qilish to'g'risidagi qarorda hamda sud hukmida ularning barchasi bayon etilishi shart. Bu yerda mana hech qanaqa chuqur o'rganib o'sha bayonnomada qayd etilishi kerak degan. Men bayonnomadan nusxa so'raganman, ming afsus bayonnomani menga berishmadi. Bo'lmasam hamma narsa aytganman, bayonnomaga mana qayd qilinishi kerak deb yozyapti. Og'ir, o'rtacha og'ir yoki yengil xususiyatga ega ekanligini ko'rsatuvchi bir necha belgi mavjudligi aniqlansa deyapti. Shaxsni jinoyat ishida ayblanuvchi tariqasida ishtirok etishga jalb qilish to'g'risidagi qarorga hamda sud hukmiga ularning barchasi bayon etilishi. Ya'ni boyagi jabrlanuvchi yasadi-ku bular. Pochchamdan, jiyanlardan o'shalarni aytyapti. Men asoslab berdim sud nimasida, protsessida. Lekin ming afsus mana bayonnomaga qo'shmagan menimcha. Sababi mana bayonnomaga qo'shganda, bayonnomani men so'raganda berardi bular. Badanga har qanday og'ir darajadagi qasdlarga yetkazilgan shikast uchun javobgarlik e'lon qilinishi bilan kelib chiqsa, 104dan 110-moddalarida ko'rsatilgan oqibatlar o'rtasida sabab bog'lanish mavjud bo'lishi taqozo etadi. Kerakli joyini o'qib o'taman. Qilmishi jinoiy kodeksida ko'rsatilgan moddalar bilan klassifikatsiya qilish uchun asoslar bo'lmaydi. Ya'ni to'g'ri, sud nimasiga ham, sudyalariga ham klassifikatsiya qilish huquqi berilgan 104dan 110-moddagacha. O'sha uchun sudga bular 109 qilganni klassifikatsiya qilib turib 109 ga tushirib bergan. Butkul olib tasholmaydi degani u. Menga 277 ni havoni olib qo'ydi-ku. Ichki ishlar xodimlari. O'shani butkul olib tasholmaydi mana. Agar ming sud mustaqil hokimiyat degan taqdirda ham olib tasholmasligini ko'rsatib qo'ydi. Sal pastga tushirib yengillashtirib beradi degan. O'sha uchun 277 beryapti u ichki ishlar. Hammasi oldindan o'rganilgan bu narsalar.
2007-yil 6-sonli Oliy sud plenum qarorlari badanga qasddan shikast yetkazishga oid ishlar bo'yicha sud amaliyoti to'g'risida ketdi. 187-modda ekspert xulosasini baholash. Ekspert xulosasini surishtiruvchi, tergovchi yoki sud ular muqarrar daliliy kuchga ega emas. Xulosaga qo'shilmaslik qarorda yoki ajrimda asoslab berilishi lozim. Endi aytmoqchi bo'lyaptiki, sud bo'ldi, mana ekspertiza qog'ozi bor, mana shu bo'yicha men qaror chiqaraman demaydi. Kerak bo'lsa ekspertiza qarorisiz ham xulosasiz ham qaror chiqaraveradi demoqchi. Lekin bu yerda bitta so'ziga e'tibor beringlar. Bitta so'zi ham katta bir ma'no va kuchga ega. Qo'shilmasligi qarorda yoki ajrimda asoslab berilishi lozim. Asoslab deyapti. Agar shu xulosa noto'g'ri deb belgilasa yoki xulosani tayinlamaydigan bo'lsa, shu bemorga nisbatan, jabrlanuvchiga yoki jinoyatchiga nisbatan o'shani asoslab berish kerak. Menga lekin hech qanaqa asoslab bera olgani yo'q. Qarorda ham, mana hukmda ham. 187-modda ekspertiza xulosasini baholash. Ekspertiza xulosasini surishtiruv ketdi. 86-modda ekspertni so'roq qilish. Ekspertni so'roq qilishga biz chaqirtirdik, hukmda keldi. 70 ta savol berildi, 70 tasiga ham javob bera olmaydi. Nima bu menga savol beryaptimi, so'roq qilyaptimi mani deb qo'yapti. Yana bu yerda 186-moddasida yozilganki, ekspertning xulosasi yetarli darajada aniq bo'lmay, kamchiliklarni to'ldirish uchun qo'shimcha tekshirish o'tkazishga zarur bo'lmasa yoki ekspert foydasi usullariga aniqlik kiritish zarur bo'lib qolsa, surishtiruvchi, tergovchi yoki sud eksperti ushbu kodeksning 98-108-moddalari nazarda tutilgan qoidalarga rioya etgan holda so'roq qilish huquqiga ega. Ekspert faqat o'zi tomonidan berilgan xulosa va shaxsan o'tkazgan ekspert tekshiruvlari yuzasidan so'roq qilinishi mumkin. Endi ekspert boryapti, bu nima, men so'roq qilyaptim, haqqi yo'q buni men so'roq qilishga deyapti. O'sha uchun men iltimosnoma deb kiritganman so'roq qilishim uchun. Uni agar iltimosnomani sabablari bo'ladigan bo'lsa, bir nima desa bo'ladi, so'roq qilish lozim deb topadigan bo'lsa, uni qanoatlantirish kerak. Sababi men asosli ravishda iltimosnoma kiritdim. Sababi na tergovchi, na prokuror, na sud bu yerda savol beryapti. Ya'ni qonunbuzarlarga, sud tergov nimasiga, ekspertga, jinoyatchilarga indamayapti. O'sha uchun men majbur bo'ldim, men savol berishga. Buni ma'qullab berdi, men savol berdim, haqiqatan javob bera olmadi hech qaysiga. Ekspertning xulosasi surishtiruvchi, tergovchi yoki sud uchun muqarrar daliliy kuchga ega emas. Xulosa qo'shilmaslik qarori yoki ajrimda asoslab berilishi lozim. Asoslab boya o'qilgan narsa. 148-modda mehnat qilish huquqini buzish. Bila turib buni o'qidik. Bu ham nizomlarda ko'rib chiqish chog'ida mehnat shartnomasi bekor qilinishi qonuniyligi isbotlash vazifasi ish beruvchining zimmasiga yuklatiladi. Muorif maktabdan ish bo'shatilish bo'yicha 229-modda har yilgi mehnat ta'tilini uzaytirish yoki uni vaqtinchalik mehnat qobiliyatsizlik davrida. Men shu moddalar bo'yicha ariza yozdim. Haqiqatan mehnat ta'tilini uzaytirib berishdi maktabda. Unda ham ming bir azoblar bilan, lekin menga azob degani endi qanday? Borib nima qilib yurganim yo'q, to'g'ri, ayolim bordi-yu, lekin ma'naviy ezildim men, ruhiy. Mumkin emas ekan deydi, boshqa deydi, aniqlash kerak ekan, aniqlik kiritish kerak ekan deydi. Kattalar bilan gaplashamiz. Kattalar kim u, nima uchun ular qonunni buzish kerak? Mana qonunda ko'rsatib qo'yibdi. Berilsa всё deb. Maslahat qiladigan joyi yo'q buni. 239-modda mehnat kodeksi bo'yicha
ijtimoiy ta'tillar har yilgi bo'la shart emas bo'ldi. Bulardan qanoatlandim. O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi umumiy qoidalar. Ushbu kodeks bilan tartibga solinadigan munosabatlar. Mulkiy ziyon zararlarini qoplashni ta'minlash choralari 398-modda Jinoyat protsessual kodeks. Sudya surishtiruvchi yoki dastlabki tergov yuritilganda jinoiy oqibatlarda yetkazilgan mulkiy zararni o'rni qoplanishi ta'minlash choralarini ko'rilmaganligini va bunday choralar bevosita sud tomonidan ko'rilishi mumkin emasligini aniqlagach, o'z ajrimi bilan surishtiruvchining yoki tergovchining zimmasiga zarur choralar ko'rish vazifasini yuklaydi. Mana mulkiy zararni qoplashni ta'minlash choralarini, ya'ni sudya sud jarayonida agar o'zi ko'rolmasa yoki bir to'sqinlik bo'lsa, o'zini ko'rishiga yoki bir vaqti jismonan boshqa tomondan ham nimasi bo'lmasa, agar tergovchilarga yoki surishtiruvchilarga zimmasiga yuklashi mumkin ekan, lekin yuklab bermadi. Mana mulkiy ziyonimni shunchalik zarar yetkazganlarini aytdim, qancha narsa o'g'irlandi, yo'qqa chiqildi, talon-toroj qilindi aytsam, ana sudya jim. Xorazm viloyat sudi ana farmon, yana 48-50-farmon, Prezident farmoni sud huquq tizimida yanada isloh qilish, fuqarolarning huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish kafolatlarini kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risida 2016-yil 22-oktyabr. Ya'ni ko'pchilik biladi buni. Ijtimoiy tarmoqda ham ko'p ovoza bo'lib ketdi. Yangi prezident уже lavozimga kelgan payti mana shu suddan boshladi, adashmasam, Oliy sud raisini yechdi lavozimdan va boshqa Oliy sud raisi tayinladi. Bu yerda mana farmon уже tasdiqlagan. Farmon bo'yicha mana kerakli joyini o'qib eshittiraman. Faoliyatining ochiqligi, sud faoliyatining ochiqligi va shaffofligini ta'minlash, fuqarolik jamiyati institutlari, ommaviy axborot vositalari va aholi bilan hamkorlik qilishning samarali mexanizmlarini keng qo'llash. Mana axborot vositalari. Oliy sud raisi bo'lsa cho'chiydi bu narsadan. Prezident farmon chiqaryapti-ku. Nimaga bajarmayapsizlar? Nima prezidentga qarshi chiqyapsizlar? Ommaviy axborot vositasi bo'yicha ketdi mana. Dalillar taraflar va ishda ishtirok etuvchi boshqa shaxslar tomonidan taqdim etiladi. Sud ularga qo'shimcha dalillar taqdim qilishni taklif etishi mumkin. Agar qo'shimcha dalillar taqdim etish taraflar va ishda ishtirok etuvchi boshqa shaxslar uchun qiyinchiliklar tug'dirsa, ularga sud dalillari to'plash ularning iltimosnomasiga ko'ra ko'maklashadi. Mana iltimosnomada gap ko'p. Iltimosnoma kirit deyapti, dalillar bo'yicha ham deyapti, yordam beriladi deyapti. Dalillarni to'plash bo'yicha ham deyapti. 50-modda sud protsessi prokurorning ishtiroki. Agar fuqaro sog'lig'ining holati, yoshi yoki boshqa sabablarga ko'ra sudda o'z huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini shaxsan himoya qilish imkoniyatiga ega bo'lmasa, nimani aytyapti? Mana sog'lik tufayli boshimda ham travma, oyog'im nogironlik koleskasida sud olib boryapmiz. Prokuror fuqaroning buzilgan huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish uchun ariza bilan sudga murojaat etish huquqiga ega. Prokuror bu yerda naborot meni himoya qilib ariza yozishni o'rniga menga 14 yil berishingiz, yo'q 5 yil berishingiz so'rayman deb o'tiribdi. Hech narsa demadi ham, uxlab o'tirdi sud tugagandan keyin nima deysiz dedim, undan uyg'onib ketib 5 yil so'rayman deyoryapti jabrlanuvchi menga. Nimaga desa javob yo'q. Sog'lom berdik o'sha yerda.
advokat kasbiy faoliyatini amalga oshirish chog'ida quyidagi huquqlarga ega. Endi advokatlarning keragi emas. Aytyapman, advokatlar aktyor, aktrisa bo'lib ketgan. O'rtada faqat u taraf bilan bu tarafni bir-biriga yetkazib turadi. Kelib turib ikki taraf ham nimaga yuzma-yuz gaplasha olmaydi degan savolga o'sha korrupsiya.